Hozir biz Zekkirda yangi mashinasiga keldik. X9 deyiladi, X9. Ko'rib turibsizlar, hamma blogerlar, nimalar, mashinaga qiziqqanlar hamma shuni olyapti. Nimaga? Zekkir Rolls-Royce Culliningga javob qilib mana shu mashinani chiqarmoqchi va ko'rib turibsizlar, mashina yon tomondan Range Rover bilan Culliningga o'xshab ketadi. Diskalari esa Brabusga o'xshaydi. Hozir sizlarga oldi tomondan birinchi ko'rsataylik. Oldi tomondan juda bagati ko'rinadi. 9X. Ko'ryapsizlarmi? Ichkarisiga kiritish mumkin emas, kiritmayapti hech kimda, chunki yangi mashina hali narxi ham chiqmagan. Nech pul turishini ham bilmaydi, qanaqa spetsifikatsiyaligini ham aytishmayapti. Lekin ko'rinishi zo'r. Eng zo'r yoqqani menga orqa tomoni yoqdi. Hozir orqa tomonini ko'rsatamiz. Yonidan ham juda zo'r ko'rinar ekan. Endi chiqarishsa, bilmadim, bu juda luxury bo'lib chiqsa kerak. Hamma joyi fikr bo'lib, orqa tomonida Range Rover o'ziga o'xshab ketar ekan. Ko'ryapsizlar, 9X. Faralari zo'r, Zekkir. Lekin nima, Range Roverda copy paste qo'yganga o'xshab qolgan. Hozir biz endi boshqa joylarni ko'ramiz Zekkirda. Biz hozir zapchastga bog'liq savollarni qiziqamiz Zekkirda, chunki ko'pchilik chiqadi. Dealer mashina sotgan bilan zapchastlari yo'q. Shuning uchun hozir bilib olamiz shu narsalarni.